Opa, bu sizni mahallangizmi? Qayerda joylashgan? Mana shu Gezi ko'prikda shunday o'tganda, mana shu Gezi suv oqadigan joy bor. Ko'rasizlarmi yerda ham? Yo'q, qaysi tuman? Yallamaq? Yallama tuman. Yallama 6-gez. Siz oldidan o'tib, Yallama qishloq shu 6-gezdan o'tib kelinadi bizlar joyga. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? O'zingizni tanishtirsangiz? Nima deb tanishdim? Ism familiyangiz? Qayerda tug'ilgansiz? Chinoz tug'ilganman. Chinozda farzandisiz, Chinozda tug'ilganman. Chinoz Chinozda farzand. tug'ilgansiz. O'zi bu yerga kelgan odamlar shu bu yoqda bir qandaydir o'sha tamaddixona borligini bilmaydi-da. To'g'ri, ichkarini uncha bilmaydi. Klientlarimiz biladi, o'zi kelib yurganlar biladi. Bir yozuvi yo'q. Yozuv hech narsasi yo'q. O'zi hech narsalari yo'q. telefon bo'lib qoldi. Opamga menimcha mijozlardan bo'lsa kerak. Ketdik-a. O'zi aslida bu uy bo'lganmi oldin? Betxi yashaydigan joy bo'lgan. Qanday qilib bunaqa fikr paydo bo'lgan? Ya'ni shu yoqni shunaqa baliqxona qilish. O'zi mana birovni hovlisidan ochganman yo'l ustidan. Keyin ochib shu opcham bilan boy past ko'rsatdim-ku suvni bo'yi. Ko'rsatdim-ku past suvni bo'yi. Ko'rdik. O'sha yerda ishlaganman ishchi bo'lib. Opacham bilan qo'lida ishlab, keyin shulardan o'rganib bu joylarni qilganman-da. O'zingiz? O'zim qilganman. Ha, biz o'sha kuni kelganimizda to'g'risi bilmadik-da bu yoqda baliqxona borligini. Hech bir yozuv yo'q, boshqa yo'q. Ham bu yoqni ishlatib o'zingiz yashaysiz, to'g'rimi? Yo'q, bu yerda ishxona qilganman faqat. Bu yerda ishxona qilgansiz, ishxona qilganman. Yashaydigan joyim Chinozda. Bu yerda ishxona qilganman, shu yarim hovlisidan ishxona qilgan, jarka qilganman. Demak, istiqomat qilmaysiz bu yerda, to'g'rimi? Yo'q. Istiqomat qilmaysiz. Bizni eshitishimizga qaraganda, aynan mana shu katta tamaddixonani bir o'zingiz yuritar ekansiz. Albatta, bir o'zim yuritaman. Nima sababdan? O'zim bemalol bilaman-da, kuchim yetadi. Hammasiga shu ko'rib, ishlab o'rganib olganman hammasini. Endi yordam kerak bo'lmaydimi ba'zi narsalarda? Yordam singlim bor. Shu ko'chaga chiqib odam olib keladi, bilgan odam o'z klientlarim kelaveradi ichkariga qarab. Bunday burilib shu ichkariga kirib kelaveradi. Keyin kamiga shu ko'chaga chiqqanda ayollar turadi-ku, shu yerda yaxshi baliqlar bor deb, bu yoqqa singlim olib keladi. Demak, farzandlaringiz bormi bugungi kunda? Farzandlarim bor, ha. Nechta? Ikkita. Ikkita. O'g'il, qiz? O'g'il, qiz. O'g'il, qizi. Ular necha yoshda? Bittasi 15 yosh, bittasi 15 yosh, 10 yosh. Bittasi 15, bittasi. Bir o'zingizga qiyinlik qilmaydimi? Yo'q. Chunki ishlab o'rganib olganman-da, hammasini o'rganib oson bo'lgan menga. Chunki bilaman hammasini. 70 kilo baliq dedingiz. Bu necha kunda sotib bo'lasiz 70 kilo baliq? Mana shanba bozor kunlari bir kunda ham tugaydi. 70 kilo. Albatta. O'zi aslida bir kunda 70 kilodan hisoblash kerak, to'g'rimi? Bir kunda 70 kilo baliq olasiz. Bir kunda 70 kilo bo'lgani bilan bir kunda tugamaydi-da. Bir xilda haligi. Bunaqa kunlari. Dushanba, seshanba ish kunlarida. Ish kunlarida uncha ketmaydi. Kecha-kecha kelib qoladi 40 kilo, 45 kilo, 50 kilo ketadi. Endi pastga tushib ko'rdingiz-ku pastliq. O'sha opacham bilan joydagan o'shalardan o'rganganman ishlab. Qo'llari. Yo, endi baribir mana bir o'zingizsiz, mana boshlanganda baribir qiyinchilik bo'ladi-ku, bo'lmaganmi? Qiyinchilik bo'lgan. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Opa, mana misol uchun. Nimadirlarda yordam kerak bo'ladi, boshqa bo'ladi. Qiyinchiliklar bo'lgan. Mana o'tinga qiynalgan. Keyin o'zlari mana mashin anaqalarda eshak aravalarda mashinalarga olib kelib to'kib narxlashib olaverganman. Sotgan shu ertaga kelganingizda beraman, bir kun qilib bo'lib berib shu tiklan olganman-da shu. Naqdga olmaganman-da. Bo'lib berishga. Ya'ni pul yig'ib sotib olishni boshlagansiz. O'zi noldan, hech narsadan shunday tavakkal qilganman hammasini. Demak, noldan boshlab, noldan boshlab ishlab shu xonalarni qurdim, ishlamani kravatlar bu tomonda, keyin nark tomonni ko'rdingiz-ku, o'sha yerlarni ham o'zim qilganman. Boshida nechta xonadan boshlagansiz? 5 ta. 5 ta xonadan boshlagansiz. Nechinchi yilda? Shunda 2 yil bo'ldi-da. 2 yil oldin 5 ta xonadan boshlagansiz. 2 yil oldin 5 ta xonadan boshladim, keyin 5 ta xonani o'rniga shu ishlab 5 ta xona qo'shdim. Keyin men bu yoqqa xonalar qildim, kravatlar qo'ydim. Shunda jami nechta joy qildingiz? 14 ta kravat, 10 ta xonam bor. 14 ta kravat, 10 ta xonangiz bor. To'g'rimi?
O'zi shu baliq pishirishni kimdan o'rgangansiz? Shu opachamdan o'rgangan pastda. Gulchehra, Shoira degan opachalarim bor, shulardan o'rgangan. Tog'am qo'lida shu ishlab, Shoira opachamdan qo'lida ishlab o'rganganman. O'zi ayol kishiga bu savolni berish qanchalik to'g'ri bilmayman, lekin menga baribir qiziq. Yoshingiz nechida? Yoshim 34 yosh. 34 yoshda. 34 yoshda nimalarga erishdingiz? 34 yoshda Xudoga shukr, hamma narsaga erishdim, hamma narsam bor. Bir xil baxtni uy, mashina, pul, moddiyat bilan bog'laydi-da. Siz uchun baxt nima? Baxt sog'liqda. Sog' bo'lsangiz, pul ishlab topasiz. Ish ham qilasiz, mehnat ham qilasiz. Aytganim, sog'ligingiz bo'lishi kerak. Birinchi kasal bo'lmasangiz bo'ldi-da shu. Shu o'rinda yana bitta savol beraman. O'sha bu joyni ochganingizdan keyin hayotingizda nimalar o'zgardi? Hammasi zo'r bo'ldi, hayotim yaxshi. Mazza qilib yashashni boshladim-da. Demak, nolimaysiz. Ayyo. Hayotingizdan. Men o'tgan hayotimga qaytishni xohlamayman umuman. Nima sababdan? Bu hayotim zo'r. Chunki pul ishlayapman, yaxshi pul ishlayapman. Xohlagan joyimga borib ovqatlanaman. Xohlagan mashinamni ham, uyimni ham ola olaman. Pulim bor, Xudoga shukr, ishlayapman, pulim bor. O'sha o'tgan hayotingizda nimalar bo'lgan? O'tgan hayotimni solishtirganda, ikkalasini. Solishtirganda endi hozirgi olib qolgan baxtim shu, xo'jayinim hayotdan endi ketgani qiyinchiligim bo'ldi, lekin yengib ketdim, yaxshi hozir. Farzandlaringiz maktabga borishadimi? Borishadi, ha. Nechinchi sinf? 7-sinf. 8 ga o'tdi, kattam. Kichkinam 4 ga o'tdi-yu. 4 ga. Opam qariyda ko'proq men opam jo'natadi maktabga. Men chunki ertalab turaman, uyg'onib, bu yoqqa kelaman, bozorga kelib, narsalar qilib kelib. To'g'ri, men o'zimni onam jo'natadi. Shu turmushga shu yallamaga chiqqanman o'zi turmushga, xo'jayinim o'tib qolgandan keyin, o'lib qolgandan keyin shu opamlarga borib turib, shu opam qariydigan bo'lib, opam jo'natadi, opam yuvdiradi, kiyintiradi. O'zim onam shu maktablarga jo'natadi. Mana o'zingiz shunga olib keldingiz. Shu savolni men bermoqchi edim o'zi. Bir o'zingizga, ayol boshingizga qiyin bo'lmaganmi? Shu xo'jayiningiz o'tib ketganlardan keyin nima qiyinchiliklar ko'rgansiz? Qiyinchilik endi hammada bo'ladi. Yengib ketganmiz, ishlab. Shu ishlayverganman, bilinmagan. Ishlab shu bugungi kunda ko'pchilik ayollar o'sha nima desam bo'ladi, baribir erkakni anaqasiga muhtoj. O'sha nima desa bo'ladi, poddershkasiga. To'g'ri, lekin men qo'llab-quvvatloviga. Aytganim, o'sha bir qo'llab-quvvatlov bo'lmagandan keyin erkak kishi tomonidan ayol kishi bunga qanchalik kuch topa olishi mumkin? Kuch shu faqat shu ishga xayolingizni bir joyga jamlab, shu ishlab, shu bolam chaqam siz xayol hech narsaga buzilmaydi ayollar. Endi bir Xudoga shukr irodalimiz. Kuchimiz yetadi, chidaymiz hammasiga. Xudoyim sabr toqat beryapti. Mana qilyapmiz hammasini. Ko'nikishingiz qiyin bo'lganmi? Ko'nikishim qiyin bo'lgan, albatta. Oson bo'lmaydi hech kimga. Farzandlaringiz-chi? Ko'nadi. Ko'nadimi? Sog'inib, sizga kelib. Yo'q, ayta olmaydi, chunki opam xafa bo'ladi, esiga tushib, ular aytishmaydi. Bugungi kunda demak ayol boshingiz bilan shuncha ishni qilgansiz, to'g'rimi? Xudoga shukr. Bolalarim dadam deb shu opam nima qilmasin deb aytish. Bildirgisi kelmaydi yaqinlaringizga. Chunki katta bo'lib qolgan, aqllari o'ziga yetarli. Dadam desa shu xayolim opam shu xafa bo'lmasin deb aytishmaydi. Shu xayollariga kelsa ham, to'g'rimi? Shu xayollari kelsa ham, sog'insa ham aytmaydi menga, chunki opam shu yig'laydi, xafa bo'ladi deb aytishmaydi. Ularni katta qilish qanchalik qiyin emasmi ayol boshingizga? Yo'q, qiyin emas. Oson, o'zi maktabga boradi, shu faqat kiyintirib qo'ysa, ovqatini bersa opam maktabga borishadi, yaxshi hammasi. Bugungi kunda ular sizga mana shu yumushlarda qarashadimi, tamadduxonaning yumushlarida? Qarashaman deydi, chunki yana o'zimni qo'limda ishlaydigan ayollar bor. Ular kelaman deydi, kelmay qo'yaver, uyda opamga, dadamga qarash deyman. To'xtang, endi shu joyda bitta savol beraman. Necha kishini ish bilan ta'minlagansiz? Bir xilda 10 ta bo'lib ketadi, bir xilda 5 ta.
bir xilda keladi umyobcha ish bormi desa hay ishni qolaveringlar ish bor deb olib qolamanda. Ularga ya'ni kunlik, oylik pul berib turasiz, to'g'rimi? Kunlik. Chunki abitdan keyin kelib qolishadi. Maktabdan o'qib, mana maktab bolalari ham maktabdan o'qib keladi. Endi oilasiga yordam beradi-da ular ham. Shu bir ikki so'm uyga non-pon olib boray desak edi, maktabda o'qib ko'p bolachalar ishga keladi menga. Shu maktabda o'qiydigan bolachalar shu ishlab o'qib, keyin abitdan keyin maktabdan chiqib kelishadi. Bir kunda nechta odamga xizmat ko'rsatadi ushbu tamaddixona? Sanamaganmi ko'p. Bir xilda sig'may ketadi klientlarni. Yaxshi. Bir xilda kutib turadi, xafa bo'lgani ketib qoladi. Kutib turinglar deyman. Qo'shnimizni joyiga chiqarib yuboraman. Yuringlar, qo'shnimni ham joyi bor, rosa yaxshi deyman. Yo'q, qaytib chiqishadi. O'zingiznikida o'tira qolamiz. Demak, siznikida joy bo'lmasa xafa bo'lib ketib qolishadi, to'g'rimi? Ketib qolishadi. Lekin men orqasidan borib aytaman, to'xtanglar deyman, opacham joyida o'tirib turinglar. Keyin joy bo'lsa, o'sha bo'shab qoladi deb tushuntirib qaytaraman, lekin ko'p lekin ketib qolishadi. Bir xilda. Mana shu endi buyog'i sezonda joy yo'qligidan. Endi 10 ta xonam ham kamlik qilyapti. Endi xonani yana ko'paytiraman. Bugungi kunda noliydiganlar ham ko'p-da. Yo'q, mazza qilib yashayapman men. Nolish kerak emas. Noliganda masalan bir bomba tashlab bir urush bo'lib tursa, u nolisangiz bo'ladi. Bir yeganingizdan halovat bo'lmaydi. Yo, masalan uxlashdan bir halovat bo'lmaydi-da. Bizning hayotimiz mazza hayotda endi. Ishlasangiz mazza qilib yashaysiz. Sizni halovatingiz bormi? Albatta. Halovat nega bo'lmasa ekan, bor, Xudoga shukr. O'g'lim bor, qizim bor, ota-onam tirik. Vatanim bor, ki vatanimiz tinch shu. Halovat siz uchun shunaqa tushuncha. Xuddi shunday tinchlik borsak, bir joyga borsak ham mazza qilib o'tirib, yeb, ichib, o'ynab, kulib kela olamizda. Endi tinchlik bor-da shu. Nolimaysiz. Nolimayman, yo'q. Siz uchun qayerda yashagan ko'proq yaxshiroq? Shahardami yoki mana shu Chinozda toza havo, dalada? To'g'risini aytaymi, men ana o'rmonzorda yashashni yaxshi ko'raman. O'rmon emas, suv yoqqa, shu daryo, hech kim bo'lmaydigan joylarni yaxshi ko'raman. Demak, sokinlikni yaxshi ko'rar ekansiz. Sokinlikni yaxshi ko'raman. Anaqa mashina, anaqa odamlar gavjin joy menga umuman yoqmaydi. Men faqat shu kenglik, kattaroq kenglik bir dalazorlar bo'lsa ham o'sha yaxshi. Nima? Shahar yoqtirmayman. Nima sababdan unaqa opa? Endi aytganim bir eski kiyim kiyib yursangiz ham hech kim hech narsa demaydi-da. Shaharda endi e'tibor qaratishadi. E'tibor qaratishadi. Nima bo'laman uni bunaqa kiyinib yuribdi deydi. Qiynalib qolibdi-da deb bekor rahm qilib qarashadi. Lekin qishloqda unaqa gap so'z yo'q. Yo'q, unaqa yo'q. Bizda anaqada yo'q. Qishloqda yo'q. Yirtiq tapchi kiyib yursangiz ham, sizda kiyimingiz yarim yirtiq bo'lsa ham bir gapirmaydi. Qishloqda shunaqa. Endi Toshkentda ham hech kim gapirmaydi. Endi shunaqa baribir odam ko'p bo'ladi. Bunday olayib qarashadi-da, nega bunday yuribdi bu deydi. Ishi bo'lmaydi, lekin bir yordam bir berishmaydi, lekin shu qarashadi faqat. Faqat muhokama qilishadi. Muhokama qiladi-da, lekin bunga yordam berishga kerak deb berishmaydi lekin. O'zim ham kuzatib kelaman, ertakka borsam, ko'rsam. Qanaqa odamlarni yaxshi ko'rasiz? Qanaqa turdagi, qanaqa xarakterdagi odamlar? Ochiqchasiga gap yashirmasdan gapiradigan odamlarni yaxshi ko'raman. To'g'risini aytsa, baqirib tashsa ham, ursa ham, to'g'risini aytsa, bo'ldi, orqadan gapirishmasa. Orqadan gapiradigan odamlarni yoqtirmayman-da. Biz bekorga aynan sizni intervyuga tanlamadik. Biz o'sha kuni ovqatlangandan so'ng ancha muhokama qildik shu yerning odamlari bilan siz haqingizda. Yana bitta savol beraman. Bugungi kunda ko'p ayollar mana shu qanday tushuntirsam bo'ladi? Mana shunaqa harakat qilmasdan noto'g'ri yo'lga kirib ketib qoladi. Bu uchun qanaqa iroda topish kerak? Irodali bo'lishga, kuchli bo'lish kerak-da. Endi u polniy u hayotda yengil hayotda yasha olmaydi hech kim. Baribir qiyinchilik bo'ladi. Baribir 50 ga to'ladi. 50 dan o'tadi, 60 ga to'ladi. Baribir shu qiyinchilik bo'ladi. Har doim shu yengil bir mazza qilib hayot kechira olmaydi hech kim. To'g'rimi? To'g'ri, mana bugungi kunda ko'pda yengil hayotga o'rganib qolayotgan ayollar, qizlar ko'p. Men ham rosa ko'raman telefonlarda, televizorlarda ham bir ko'rib qolsam ko'raman. O'shalarga nima degan bo'laringiz, fikringiz bormi o'zingizni? Misol uchun mana hozir biz sizni misolingizni olib chiqmoqchimizda, shuncha qiyinchilikdan o'tib ayol bo'lishingizga. Masalan,
birov turtib berdimi, birov so'kdimi, mana uni qilma. Birov ursa ham, so'ksa ham to'g'ri ma'noga olish kerak. Meni so'kyapti, meni uryapti, meni bir tiyin olmayapti. Shu bir tiyin masalan men ham ishlaganman, pastlarda ishlasa opachalarim urishardi. Chirib tashlardi, baqirardi. Mana uni buni to'g'ri qil. Ustingni toza tutib baqirardi. Men o'zimga to'g'ri ma'noga olardim. Bu menga mana opacham baqirdi, menga bir mana baqirdi, non bermadi. To'g'ri, biz bitta nonga zo'r qolib ham ishlaganmiz, yashaganmizda, qiyin bo'lgan. Oson bo'lmagan. Qanaqa qiyin kunlaringiz bo'lgan? Voy, umuman rosa qiynalganman. Hozir mana shunday to'g'ri shartda jarga qilmaganman, kredit olganman, davlatga chiqib o'rganman, 1 yil qatnaganman. Men o'zimizni Chinozor hokimiyatiga 1 yil qatnaganman. Qaytaravergandan keyin ham boraverganman. Demak, umidni so'ndirmagansiz. O'ldirmaganman, chunki masalan yengil taklif borib men yordam so'radim, yordam beraman. Men borib hokimga borib menga qarz beringlar. Men qaytaraman. Men yordam emas, mana non bir xil produkt qilib beradi, unaqa kerak emas menga. Menga faqat pul beringlar, qarz, kredit chiqarib bering deb pul qilib chiqartirib berganman. Chiqartirib bergan hokim. Keyin betlar qilganman-da, u oson bo'lmagan, qiyin bo'lgan. U birdaniga hech kim menga pul bermagan. 1 yil yugurganman. 1 yil shu yozmi, qishmi boraverganman. Bu nechinchi yillarda? Yillar shuni hisobiga olmaganman-da. Shu 2 yil bo'lgan bo'lsa, 2 yildan oldin 1 yil yurgan bo'lsam, shu 2000 hozir necha? 2024. 24 bo'lsa 2020-yil hokimga borib qatnab o'rganman. Shunda mana hokim berdilar sizga, hokimiyat tomonidan sizga pul ajratildi. Bugungi kunda bu qarzni uzdingizmi? Uzib qutuldim. Xudoga shukr, ha. Qancha muddatda uzib qutuldingiz? Necha pul qarz berildi, siz uni qancha muddat davomida uzdingiz? 50 million pul chiqarib berdi. 50 millionga menga foizsiz dedi, menga aytdi, men sharoitimni tushuntirganim uchun hokim aytdi, boshqa katta firmalardan bosatmas, siz foiz bosmang. Bir xillardan 4 million, masalan 50 million pul chiqarib bersa, 10 million, 5 million olib qolar ekan. Avtomatik ish haqlari, qog'ozlari, pechatlari bor ekan, o'shalarga olib qolar ekan. Menni olib qolmagan. Shu hokim, hozirgi hokim emas, oldingi hokim shu foizsiz sizga pul chiqarib beramiz. U mumkin emas ekan o'zi, u yozilmagan ekan qonunda ham, lekin sizga demak menga shunday qilib bergan, o'zini qonunni qilganmi, lekin shu menga foiz qilma, bu eri yo'q boshida, qiynalgan, bola chaqasini o'zi boqyapti. Chunki men ulardan yordam so'ramadim. Yordam so'raganim, men qarz so'rab turdim, qarzni berdim, qutuldim. Hozir shunaqa holat ko'pki, bersang yeyman, ursang o'laman degan holatlar ham juda ham ko'p-da, harakatsizlik, boshqa o'sha hayotdan nolish. Demak, sizda bu anaqa qilib bo'lmagan, to'g'rimi? Harakat qilsangiz xuddi jannatga tushar, o'lsa jannatga tushar deydi-ku. Jannatga u ishlasangiz ham jannatda yurasiz, maza qilib hammasi xohlagan joyingizga ovqatlangan borasiz, xohlagan kiyimingizni kiyasiz. Pul ishlash harakat o'zimizga bog'liq-da, u irodasizlik qilish kerak emas. Masalan, men ham shu tog'amni, shu opachalarimni uyidan non tashib, ovqat tashib, ishlab, topib qilganman. Demak, oddiy ofitsiantlikdan boshlagansiz, to'g'rimi? Ofitsiant shu xizmatkorlikdan boshlaganman. Shu xizmatchi bo'lib, men hozir ham o'zim ham bu men boshliq bo'lib o'tirmayman bu yerda. Shu xizmatkorlarga o'xshab xizmat qilaman hammaga. Baliq qovuraman. Hammadek bir xil. Bir xil shu xizmat nima qiladi, shu xizmat klientlarga narsa olib boradi, baliq qovurib beradi. Hammasini o'zim hammasi uxalarni ham, sho'rvalarni ham hammasi o'zim qilaman. Shu xizmat deganda o'zim pishiraman, o'zim sotaman. Demak, xonada o'tirib olib, ish buyurib, hammaga o'zingiz chiqib birdek. Yo'q, men u boshliq bo'lib oyog'imni chalishtirib o'tirmayman, chunki men uni mehnat qilib berishganman. Nol, birovni masalan mehnatini qadrlayman. Birov necha pul topdi desa, men shuncha pul topib, birinchi mehnat qilganini hisob-kitob qilaman. Birovni masalan 300 ming, 400 ming, 1 million topdi. 1 millionda topishi o'zi bo'lmagan. Shunda 5 yil, salkam 10 yil meni umrim ketgan. 10 yilgacha men ishlaganman. 10 yil birovlarning qo'lida ishchi bo'lib ishlagan. O'sha paytlar necha pulga ishlagansiz? 15 ming so'm. Kuniga 15 ming so'm. Nimaga yetadi 15 ming so'm bir kunda? O'shanda kuniga 15 mingdan pul berardi-da. Endi hozir 100 ming bo'lib ketdi. Kuniga hozir kunlik ayollar ishlasa 100 ming so'm pul beradi. Endi bunday yengil ishlarni qilib yursa, ishlarni olib boradi, stollarni artadi.
o'shanga 100 ming so'm pul bergan. Hmm. Hozirgi kunda endi biz 10 yil oldinda hisoblang, 10 yil oldin 15 ming so'm, 25 ming so'mga ishlardim. 15 ming. U payt farzandlaringiz ham bo'lganmi? O'sha payt? Farzandlarim bo'lgan, chaqaloq bo'lgan. Ularni o'sha payt bolalar ozuqasi bo'ladi, boshqa yana xarajatlari bo'ladi. Yo'q. Unaqa berganmiz, kasha berganmiz. Bog'chapaga opacha bo'lardi. Shu uyda ochmagan, prosta endi qo'shnimizga chiqib qarab turing, kechgacha shuncha pul beraman, 8 ming beraman kuniga bolalarimga qarab turing deb 8 ming so'mga qaratardi. O'zim 15 ming ishlasam 8 ming o'zimga 8 ming so'm enagaga pul bergansiz. 8 ming so'm pul yonimga qolardi. Ha. O'shandan boshlagan, o'sha mana 10 yil, 14 yoshga kirdida bolalarim. Katta o'g'lim 14 yoshga kirdi, kichkinam 10 yoshga kiradimi? 10 yoshga. Endi mana o'sha qariyb balog'at yoshiga yetib qolishibdi, 14-15 katta bo'lib qolishibdi. Ularni qayerlarda o'qitmoqchisiz? Endi uni hozir opam shu vaynli qilamiz, o'g'lini anaqa samolyotlarda yuradi-ku. Uchuvchi. Styuardessa. Shunaqa qiziqar ekan, qizim. Menga aytmaydi, opamga aytadi ko'proq. Chunki 24 soat opam bilan birga bo'lishadi. Men faqat uxlagan boraman-da uyga. Hozir ertalab 10 da chiqib ketsam, kechqurun soat 2 larda, 1:30 da boraman. Beti tugatib, uyga borganimdan keyin borganda ko'proq uxlashadi ular men borganimda. Farzandlaringizdan ko'proq vaqt o'tkazasizmi? Qanchalik vaqt ajrata olasiz farzand? Ko'p vaqt o'tkaza olmayman. Chunki ishlashim kerak. Opam bilan dadam ko'p vaqt o'tkazadi. Demak, ota-onangizni qo'llarida farzand. Ota-onam qo'lida, shu o'zlari qarashib, o'zi qatga olib borib aylantirishi o'zlari biladi. Menimcha shunchalik bir irodali qizlarni tarbiya qilgan odamlar ularni ham zo'r qilib tarbiyalash kerak, to'g'rimi? Xudo xolasa, ha, yaxshi. Borsam, joylarim solib qo'ygan bo'ladi, hammasi ham toza. Kiyimlarim yuvib qo'ygan bo'ladi, yaxshi. O'g'lim ham, qizim ham kiyimlarimni tozalab yuvib. Hammasini joy-joy. O'zingiz qayerdadir tahsil olganmisiz? Yo'q. Tahsil olmagansiz, a? Chunki ishlaganmiz. O'zi mana nima deb o'ylaysiz? Ayol kishi uchun qanchalik muhim bu diplom, o'qish? Ayol kishi uchun o'qish shart emas. Ayol kishi uchun o'qish shart emas nimaga? Chunki turmushga chiqadi. Turmushga chiqqan qanaqa joyga tushadi? Bo'lib bo'lmaydi. U o'qimishli joyga tushungan odam bo'lsa, tushunib u o'qitadi kelinini. Tushunmagan odam bo'lsa, endi masalan qiynalgan oilam bo'lsa, ham 90% odam mazza qilib hayotda zo'r yashamaydi-ku. Deganim bor bir ikkita joylar endi turmushga chiqqancha u hal qiladi endi, er hal qiladi. U ayol kishi, qiz bola o'qish shart emas. Erkak kishi o'qisa, u boqadi oilani. Bitta mas'uliyati bor. Umumiy o'sha yengil-yelpi hayotni yaxshi ko'radigan ayollarga ular masalan yengil-yelpi shu ishlar unaqa o'ylagan ayollarga nima deb bunaqa qilaman? Men faqat shu hayo shu mehnat qilsa erishadi yaxshi narsaga. U vaqtinchalik narsa, hamma narsa. Deganim u birovga suykalish ham, birovni masalan bir narsaga erishish ham u vaqtinchalik narsa. U o'tib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. O'zingiz qolasiz yana yolg'iz. Aytganim, o'zingiz qahramonsiz, o'zingiz yolg'izsiz. U hech kim yoningizda turmaydi. Mana shu narsalar yuz bergandan keyin oxirida baribir yolg'iz qolasiz. Baribir hamma narsa bo'ladi, boylik ham, pul ham, hamma narsa bo'ladi, zo'r yashaysiz. Baribir yana yolg'iz qolasiz. Yolg'iz qolasiz. Hamma ham yakka yolg'iz qoladi. Hech kim jufti bilan hech kim qolmaydi. Ayollarga aytganim, irodali bo'lsin, shu ishlasin, hayolini bir joyga jamlasin, foydasi yo'q narsa. Hayollarni bizni shu yo'q bo'lib ketadigan narsa. U ertak, hayot ertak emas-da, u ertak u bir bor ekan, bir yo'q ekan deb tugatib yuboramiz. Ertak deb o'ylaydiganlar ham ko'p-da aslida. O'zi 90% men ko'rib kelyapman, 90% insonlar ertak hayollari bilan yurar ekanda, hayol surib yurar ekan. Men unga qarshiman. Hayolga yarasha harakat ham qilish kerak, to'g'rimi? Hayolga yarasha harakat qilish kerak, faqat hayol surganingiz bilan foydasi yo'q. Hech narsa bo'lmaydi. Hayol surib o'tiraversangiz. Hech narsa bo'lmaydi. Bu yaxshi yashash uchun o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Mana qo'li yo'qlar qancha, oyog'i yo'qlar qancha. O'shalar u natur hayolga borsa, bu yengiltak bo'lsa bo'ladi. O'zini o'ldirsa bo'ladi. Lekin yo'q.
Ko'ropa YouTube'larda reklamalarda ko'rsatyapti. Bir bir narsa to'qigan, bir narsa ishlab chiqargan, qilgan o'zida, o'zi ixtiro qilgan. Imkoniyat cheklangan bo'la turib ham. Ha, shu imkoniyat. Bizlar masalan oyog'imiz, qo'limiz but. Hayot shu tinch hayotda yashayapmiz. O'sha bizlarning hayotimiz yaxshi u. Unga yarasha loyiq bo'lib, bo'lish kerak. Ular o'ylash kerak. U oyog'i yo'qlar, qo'li yo'qlar, ko'zi ko'rlar, ular taslim bo'lsa, unaqalar insonlar ko'rasizmi, olimpiya chempion bo'lib ketyapti bir xillari bir narsalar ixtiro qilib sotyapti. Boy ular. Mashinalar haydab yuribdi. Zo'r. Demak, insonni qanday bo'lishidan qat'iy nazar harakati bo'lsa bo'ldi. O'ziga bog'liq hamma narsa. Hamma narsa odamning o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Bahona qilib. U bahonaga kiradi, keyin dangasalikka kiradi. Dangasa inson har qanaqa xayollar qiladi, o'zini xayollarida cho'miladi. Erkak kishiga ayollar hurmatsizlik qilsa bunga qanaqa qaraysiz? Men yaxshi qaramayman. Men masalan bir tiyinga olmayman. Agar bir tiyinga olmay gapirsa, masalan, erkak kishini men ham bir tiyinga olmayman. O'sha ayolni. O'sha ayolni bir tiyinga olmayman. Bir tiyinga olmay gaplashmayman. Men yoqtirmayman. Demak, erkaklarni hurmat qilmagan ayollarni. Chunki erkak oilasi shu o'sha tomonda bola tug'iladi degani u hayot o'sha tomonda paydo bo'ladi. Ayol bilan erkakdan paydo bo'ladi, lekin erkak kishini baribir ming bir so'm pul topmasa ham uni ustunligi ustunda baribir. Shu o'rinda yana bitta savol beraman. Endi kelajakdagi maqsadlaringiz qanaqa, opa? Kelajakda xudo xohlasa shu yerlarni yashnatib, gullatib, shu ishlab, shu odamlar ish bilan ta'minlash, hammasi yaxshi bo'lib ketishi. Yanada kengaytirish qanaqasi bor? Albatta, kengaytirish. Yana xonaga xona qo'shamiz agar xudo xohlasa yaxshi bo'lib tursak. Demak, bugungi kunda kuniga taxminan nechtacha odam keladi o'zi? Aynan siz ham. O'sha hisoblamaganman rostdan. Hisobiga yetmaganman. Chunki daftar ruchka ishlatmayman, yozmayman hech narsani. O'zingiz ham yomon ko'rar ekansiz shuna hujjatli narsalarni. Hujjatli narsani yomon ko'raman, chunki o'zim tushunmayman. Daftar va qog'oz yozish, chizishlarga umuman tushunmayman ham, qiziqmayman. Mana klientlarim o'tirishadi. O'zlaridan so'rayman, nima oldinglar? Sous oldik, non oldik, salat oldik. O'zlari aytsa, men hisoblab beraman shu. Demak, ishonasiz mijozlarga. Albatta, Agar mijozlaringiz aldasachi, bitta narsani ko'p olib olmadim desa. Baribir aytishadi. Klientlar vijdoniga havola, to'g'rimi? Vijdoniga havola, chunki klientlarim unaqa inson emas, hammasi yaxshi. Hech kim yolg'on gapirishmaydi hech qaysi. Opa, biror marta ishdan qochganmisiz? Hech qachon ishdan qochmaganman. Nima ish bo'lsa ham qilib ketaveraman. O'g'il bola ishi bo'lsa ham, shu erkakning ishini ham qilib ketaveraman. Mana o'tinlarni o'zimiz tashiymiz. Jarkaga. Hamma shu keladigan yordamchilarim bilan ketdik deb yoppasiga o'tin olib kelamiz. Shu gazdan foydalanamiz. Faqat o'tin, shu o'tinni tashib, birovlarnikidan olib, tashib. Bir tarafdan hayotdan majbur qilganda, to'g'rimi? Yo'q. O'zim yaxshi ko'raman, o'zim qilaman, o'zimniki mazza charchab, mazza uxlayman ekan. Yo'q, o'zi mana shunga olib keldingiz, dam olmaysizmi? Dam olaman. Ne dam olaman? Qachon mana bugun ham ishdasiz? Dam olaman. Mana menga 1 soat, 1,5 soat mana boraman, bir joylarga borib o'tirib, yaxshi narsalarni yeb, ichib kelsam bu. Shu dam siz uchun. Shu dam bolalarimni oldimga olib, bir narsalar aylantirib kelaman, kiyintirib kelaman bolalarimni. Bozorga borib aylanaman shu. O'sha baxtda yana nima kerak bor? Opam, dadam oldimda bo'lsa bu. Shu yetadi. Shu yetadi.